O'zbekiston Milliy paralimpiya assotsiatsiyasining navbatdan tashqari bosh assambleya yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda turli xil mavzular muhokama qilindi, xususan turli yo'nalishlardagi sport rahbarlari o'zi yo'l qo'ygan sustkashligi sabab aynan sohada hayfsanlar bilan jazolanishdi. Bundan tashqari paralimpiya bo'yicha terma jamoamiz a'zolari yaqinlashib kelayotgan turnirlarga tayyorgarlik jarayoni haqida ham to'xtalib o'tildi. Unda assotsiatsiya rahbariyati, mutaxassislari, viloyat bo'limi rahbarlari, bosh murabbiylar, terma jamoa a'zolari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. O'zbekistonda paralimpiya harakatini yanada rivojlantirish orqali imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan yoshlarni sport bilan shug'ullanishlari uchun tegishli sharoitlar yaratib berish yig'ilish kun tartibidan o'rin oldi. Milliy paralimpiya assotsiatsiyasi faoliyati, shuningdek Tokio 2020 yozgi paralimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida to'xtalib o'tildi. Milliy paralimpiya assotsiatsiyasi tomonidan hozirgi kunda 19 ta sport turi tashkil etildi. Shundan to'laqonli 8 ta sport turi rivojlanib, to'laqonli faoliyat yuritmoqda. 8 ta sport turidan xudo xolasa hamma sportchilarimiz Tokioda o'tadigan paralimpiya o'yinlariga litsenziya qo'lga kiritish arafasida. Taqqoslash uchun o'tgan paralimpiya o'yinlarida bizda 5 ta sport turi bo'yicha sportchilarimiz ishtirok etgan edi. 19 ta sport turidan bu para yengil atletika, para kanoe, para akademik eshkak eshish, para suzish, para taekwondo sport turi, para o'q otish, para dzyudo, power lifting, stol tennisi, qilichbozlik, kamondan otish, 5-5 futboli, para velosport, golbol, boccha, para badminton va albatta qishki sport turi dasturiga kiritilgan tog' chang'isi sport turlari tashkil etildi. Bundan tashqari ortda qolgan vaqt davomida 20 dan ortiq mahorat darslari, 21 ta onlayn tibbiyot seminari va 12 ta onlayn respublika musobaqalari tashkil etildi. Qayd etish joiz, Milliy paralimpiya assotsiatsiyasi raisi o'rinbosari Parij 2024 paralimpiya o'yinlariga tayyorgarlikka ham alohida to'xtalib o'tdi. Yig'ilish so'ngida assotsiatsiyada faoliyat olib borayotgan bir qator mutaxassislar o'z fikrlarini bildirib o'tishdi.